Aktyor Yigitali Mamajonov va uning rafiqasi haqida ijtimoiy tarmoqlarda turli xil mish-mishlar tarqaldi. Ayollarni nazoratsiz qoldirsangiz atom bombasiga o'xshab portlaydi. Yigitali Mamajonov va Muqaddas Sa'dullayeva bunga ochiqlik kiritib, hozirgi munosabatlari haqida so'zlab berishdi. Aktyor Yigitali Mamajonov va uning rafiqasi Muqaddas Sa'dullayeva YouTube'dagi Ikkalamiz loyihasining mehmoni bo'ldi. Suhbat davomida juftlik oilada er-xotin bir-birini tushunishi asosiy o'rinda ekani, Yigitali Mamajonovning sevimli kuyov bo'lgani hamda baxtlarini ijtimoiy tarmoqda ko'rsatmaslikka harakat qilishlari haqida gapirib berishdi. Turmush o'rtog'imda makkorlik yo'q. To'g'risini aytsam, turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimiz boshidan buyon yaxshi. Hayotda muxlislarga jiddiy inson bo'lib ko'ringani bilan oilada umuman boshqa odam. Ba'zilar turmush o'rtog'imni qattiqqo'l, meni xuddi qiynalib, tazyiq ostida yashayotgan ayol deb bilishadi. Aslida esa umuman boshqacha. Shu mavzuda ular bilan suhbatlashib, odamlar sizni Sohibjamol va Maxluq multfilmdagi Maxluq, meni Sohibjamol deb o'ylashadi, lekin bilishmaydiki, oxirida haligi Maxluq shahzoda bo'lib chiqadi deb kulishgandek. Shunda ularga odamlarga o'zingizni boringizcha ko'rsating deb aytdim, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. Erkak kishi oilaviy muhitini tashqariga olib chiqmaydi. Aslida erkak kishi uyidagi his-tuyg'ularini oilasiga, ayoliga nisbatan munosabatlarni iloji boricha ko'chaga olib chiqmaslikka harakat qiladi. Shu orqali u oilasining ichki muhitini ko'chadagilardan himoya qiladi. Millati va dinidan qat'iy nazar, erkakning qalbida oriyati, iymoni mustahkam bo'lsa, uydagi muhitni tashqariga ko'rsatishdan uyaladi. Buni Alloh fitratimizga joylagan. Bu oilasini, rafiqasini chegaralab qo'yish emas, aksincha himoya qilish uchun. Chunki erkak zoti tabiat qonunining qanday ishlashini biladi, deydi aktyor Yigitali Mamajonov. Haqiqiy erkak ayolini eshitadimi? U bilan ham hisoblashadimi deb berilgan savolga Yigitali Mamajonov shunday javob berdi. Tarixan qaraydigan bo'lsak, haqiqiy erkaklar rafiqalar bilan maslahatlashgan. Demak, ayoli bilan gaplashiladi, suhbatlashiladi, ammo hukm ulardan olinmaydi. Ulardan faqatgina axborot olib, filtringizdan o'tkazadigan holda so'nggi qarorni erkak chiqarishi kerak. Ikkimiz ham rashkchimiz. Turmush o'rtog'imga ortiqcha talablar qo'ymayman. Ular ham mening ichki kechinmalarimni hurmat qiladilar. Ikkimiz ham o'ta ketgan rashkchimiz. Buni doim hurmat qiladilar va har doim shu holatga yetib bormaslikka harakat qiladilar, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. Ayollar ortiqcha rashk sabab noto'g'ri yo'lga kirib qolishadi. Ayollar noto'g'ri rashk qilishlari sabab noto'g'ri yo'llarga kirib qolishadi. Aniqrog'i, shu tufayli ko'ngilsiz ishlar bo'lib ketishi mumkin. So'ng to'g'ri yo'liga qaytib, u xatoni qayta qilmaslikka harakat qilishadi. Chunki bu xato yana takrorlansa biladiki, qayta to'g'rilanmaydi. Har doim aytganimdek, insonning vaqt o'tsa-da o'zgarmaydigan ayrim xarakteri oxirigacha shunday qolishi kerak, deydi aktyor. Nazoratsiz qolgan, zerikkan ayol erining ishlariga xalal beradi. Ayol kishini o'z holiga qo'yib qo'yilsa bilganini qiladi. Masalan, erining ishiga xalal berishi, uni me'yordan ortiq rashk qilishi, bularning hammasi nazoratsiz qolib ketgan, zerikkan ayollardan chiqadi. Ularni kerakli ishlar bilan band qilish kerak, chunki ayol kishini biron narsa bilan chalg'itilmasa, energiyalarni yig'ilib oxiri atom bombasiga portlashi mumkin, deydi Yigitali. Baxtimizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsatmaslikka harakat qilamiz. Imkoni qadar baxtimizni tarmoqlarda ko'rsatmaslikka harakat qilamiz. Avvaliga biroz tushunmovchiliklar bo'lgan bo'lsa ham, Xudoga shukr o'tib ketdi. Hozir baxtlimiz, deydi Yigitali Mamajonov. Hozir turmush o'rtog'imga 100% ishonaman. Hozirgi kunda turmush o'rtog'imga 100% ishonaman. Shuning uchun telefonlariga umuman qaramayman. Avvallari ham telefonlarini tekshirishga harakat qilib ko'rmaganman ham. Bu narsaga qarshiman, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. Uzoq yillik sevgi yo'q bizda. Oila bor. Oilaning sir-sinoati uzoq yillik sevgi muhabbatda emas. Bir-birini tushunib kelishishda, gaplashishda, eshitishda, bir-birini tinglab tushunishi asosiy o'rinda turadi. Bu degani, yangi oilalar bir-birimizni tushunsak bo'ldi, hammasi yaxshi bo'lib ketar ekan degani emas. Ba'zida tushunmovchiliklar ham bo'lib turadi albatta. Hozir ham ayolim bilan bir-birimizni oxirigacha tushuna olmaymiz. Hammasi uchun vaqt kerak, deydi Yigitali Mamajonov. Farzandlarga gen asosan onadan o'tadi. Ilmli odam bilan oila qursangiz, tushuntirgan narsangizni tez tushunadi. Tushunmaydigan ayol bo'lsa, u bilan yashash qiyin bo'ladi, chunki unga uqtirish qiyin. Bir marta harakat qilasiz, ikki marta harakat qilasiz, uchinchi marta urinib ko'rasiz. Tushunmagandan keyin bilmayman nima qilish kerak. Farzandlarga gen asosan onadan o'tadi. Shuning uchun aqlli va dono ayolni tanlash kerak, chunki ertaga farzandlaringiz ham rafiqangiz kabi fikrlaydigan bo'ladi, deydi aktyor. Rahmatli pochcham ota-onamni xo'jayinimdan qizg'anardi. Ota-onamga hayotimizda bo'lib o'tgan ko'ngilsiz voqealarning hech birini bildirmaganmiz. Har doim yaxshi tomonlarini ko'rsatib kelganmiz. Shuning uchun turmush o'rtog'imni juda qattiq yaxshi ko'rishardi. Hatto oxirgi paytlar rahmatli pochcham Fatulla Masudov ota-onamni xo'jayinimdan rashk qiladigan bo'lib qolgandi. Mendan ko'ra ko'proq
Yigitalini yaxshi ko'ryapsizlarmi deb ochiqchasiga aytardilar, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. Turmush o'rtog'imning fe'li ota-onamga o'xshaydi. Xo'jayinim odamlarning xafa bo'lib qolishini o'ylamay haqiqatni to'g'ri gapiradilar. Mana shu jihat rahmatli dadamda ham bo'lgan. Oyim dadamning ortidan u kishi xafa qilgan odamlardan hol so'rab yurardilar. Ba'zida kommentlarda turmush o'rtog'ingiz dadangizga o'xshamaydi, ular boshqacha inson edi deyishadi. Ularga sizlar qayerdan bilasizlar? Dadam bilan men yashaganman-ku degim keladi, deydi Muqaddas Sa'dullayeva so'zining oxirida. Bizda hozircha shu. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Bugun ijtimoiy tarmoqlarda aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva va dizayner va aktrisa Shahzoda Muhammedova necha yillik qalin dugonalar o'rtasida jang boshlangan haqida mish-mishlar tarqaldi. Muqaddas Sa'dullayeva esa bunga oydinlik kiritdi. Intervyu davomida buni bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Bizga obuna bo'ling va like bosishni unutmang. Turmush o'rtog'im hissiyotlarimga qarshi emas. Muqaddas Sa'dullayeva Rayhon sevimli qo'shiqchisi ekanligi va qizini aktrisa qilish orzusi haqida gapirib o'tdi. Turmushga chiqqach kinodan uzoqlashgan aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva oilaviy hayoti, qizining aktrisa bo'lishini xohlashi, xonanda Rayhonni yoqtirishi hamda Shahzoda Muhammedova bilan munosabatlari haqida gapirdi. Turmush o'rtog'im romantik emas. Hamma onalar kabi bolalarimga mehribon onaman, lekin to'polon qilishganida chidab keyin portlab ketaman. Iloji boricha tergamaslikka harakat qilaman. Dadasi ham qattiqqo'llik qilmaydi-yu, lekin bir qarashlarning o'zida tinchlanib qolishadi. Oilamda meni juda erkalab, asalim, shirinim deb katta qilishgan. Turmush o'rtog'imning oilasida mehr, sevgi boshqacha bo'lgan. Baribir hamma oila turlicha-ku. Yangi turmushga chiqqanimda ham erkalardilar. Bu narsa g'ashimga tegardi, lekin menga ko'proq mehr, muhabbat kerakligini tushunib, kechroq bo'lsa ham hozir ana shunday erkalashga o'tgan, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. Qizim aktrisa bo'lishini xohlayman. Qizim Sa'diya Instagramda videolar olib, o'zini o'zi xursand qilib yuradi. Iqtidori bor. O'zi yoqtirgan narsalariga qarshilik qilmaymiz. Hali kichkina-ku deymiz. Kinolarga taklif qilsa hozir ruxsat berishimiz mumkin, lekin katta bo'lganda dadasi rozilik bermasa kerak. Men esa aktrisa bo'lishini istardim. Men ko'rmaganlarimni u ko'rsin, lekin qizimning o'zi ham dizayner bo'lishni xohlayapti, deydi aktrisa. Shahzoda Muhammedova bilan hech qachon urushmaganmiz. Bu fake xabar. Shahzoda bilan tanishishim qiziq bo'lgan. Ota-onam meni shifokor bo'lishimni istashgan. Qondan qo'rqqanim uchun psixologiya yo'nalishida tahsil olganman. Onamni bir filmiga bu roliga taklif qilishgan. Nabirasi rolni Shahzoda o'ynayotgan ekan. O'sha paytlar uning Tundan tonggacha filmidan keyin tanilgan vaqtlari edi. Rosa qiziqqanman. U bilan tanishkim kelgan. Onamdan meni ham syomkaga olib borib Shahzoda bilan tanishtirib qo'yishlarini so'raganman. Borganman. Oyim Shahzoda, bu mening qizim Muqaddas, ikkalangiz dugona bo'linglar degan. Shu bilan hozirgacha qalin dugonamiz. Shahzoda bilan hech qachon qattiq urushmaganmiz. Faqat ikkimiz ham oilamiz bilan bo'lib, ko'rish olmay Instagramga birga rasmga tushib joylay olmay qolishimiz mumkin, deydi Muqaddas Sa'dullayeva. Rayhonni yaxshi ko'raman. Muqaddas Sa'dullayeva Instagram sahifasiga joylagan videosida eng yoqtirgan xonandasi Rayhon ekanini yashirmagan. Turmush o'rtog'im ichimdagi hissiyotlarga qarshilik qilmaydi. Bular mening ichki xohishim, hissiyotim ekanini hurmat qilib, nega ommaga aytyapsiz deb Taniqli aktyor va professional kaskadyor Yigitali Mamajonov 16-iyun kuni 36 yoshni qarshi oldi. Xonanda Rayhonning sobiq turmush o'rtog'i o'zining ichkuyovlik issiq-sovug'ini ko'rgani, o'tmishi va yaqinda turk aktyori Emre Kılcım bilan turmush qurgan o'zbek aktrisasi Yulduz Rajabova hamda nega Emredan o'zini zo'r deb bilish haqida batafsil gapirdi. Assalomu alaykum. Yangiliklar uz kanaliga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang. Yigitali Mamajonov Mendirman Jaloliddin tarixiy serial kastingidan nega norozi? Jaloliddin Manguberdi tarixiy serialining kastingiga chaqirishdi. Kastingga bordim. Juda zo'r deya olmayman, chunki birdan juda tez bo'lib ketdi. Qo'lingdan nima keladi deyishdi. O'zim haqimda ma'lumot berdim. O'qiganimni, serial, kino, kliplarda suratga tushganimni ma'lum qildim. Ot minishni bilasanmi deyishdi. Film minishni ham bilaman dedim. Xohlasangiz tryuklar ham qila olaman dedim. Uni ham ko'rsatganimdan so'ng voy zo'r Yigitali deb qoyil qolishdi. Ammo meni bu rolga olishmadi. Chunki Jaloliddinni o'ynayotgan turk aktyori men ko'rsatgan ishlardan birortasini ham qila olmaydi. Ularga bu narsalarni qilishga ancha bor. Maqtanish emas, rostdan hali ancha bor. Chunki bu ishlarni u aktyorlarning o'rniga qilish uchun kaskadyorlarga pul to'lashadi va ular qilishadi. Biz esa bu ishlarni o'zimiz qilamiz. Kerak bo'lsa, rolni ulardan ham yaxshi o'ynab bera olamiz. Faqat yaxshi rejissyor bilan ustimizda ishlasak kifoya.
o'sha rol bilan yashaymiz kerak bo'lsa. Xullas, keyin serialga chaqirilganim ham yo'q, deydi aktyor norozi bo'lib. Men suratga olish ishlari davomida Yulduz Rajabova va Asal juda yaxshi til topishib, kelishib ishlaganman. Biz juda yaxshi edik. Odatda partnyor tanlamayman. Muhimi fikrimiz to'g'ri kelsa, men bog'dan kelganimda sherigim tog'dan kelmasa bo'ldi, deydi aktyor. Yigitali Mamajonov Qozog'istondagi ijodiy safarlari chog'ida esa Nigina ismli qiz bilan tanishib qolgani va turmush qurish taklifini bergani, uning ikkinchi turmushidan qiz farzandi bo'lgani haqida ham aytib o'tdi. U 2018-yilning 17-fevral kuni Qozog'istonning Chimkent shahrida dunyoga kelgan. Ammo aktyorning bu munosabati ham uzoqqa cho'zilmagan. 3-ayolim bilan turmush qurganimizni ommadan yashirganman. Aktyor Yigitali Mamajonov turmush o'rtog'i aktrisa Muqaddas Sa'dullayeva bilan 2018-yilda tanishgan. Ularning uchrashuviga O'zimizning yigitlar nomli shou dasturi sabab bo'lgan. Aktrisa o'shanda o'g'li Abu Bakrni dunyoga keltirgunga qadar Yigitali bilan oila qurganini ommadan yashirgandi. Intervyuning davomi Yigitalining Rayhon bilan munosabatlariga nega nuqta qo'yilgani sababi va boshqa faktlar sizga qiziq bo'lsa, kanalimizdagi oxirgi videoni tomosha qiling. Bizga obuna bo'ling, like bosing va qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yishni ham unutmang.